bittagina brend bilan $180,000 shartnoma qilishga qo'rqmadingizmi? Qo'rqdim, albatta, buni katta mas'uliyati bor. Chunki agar siz ofitsial shartnoma bilan ishlayotgan bo'lsangiz, birinchi o'rinda katta o'ziga ishongan brendlar oz miqdordagi summali shartnomani qabul qilmaydi. Ikkinchi o'rinda brend men bilan birga dilerlik shartnomasini tuzishga rozi bo'lganidan, конечно, judayam xursand bo'ldim, lekin bu menga yanayam katta mas'uliyat yukladi. Nima uchun mana shunaqa 180 minglik shartnoma imzoladik? Chunki Ronis allaqachon sinovdan o'tgan, sertifikatlarni ham ko'rishingiz mumkin. 20 dan ortiq xalqaro sertifikatlarga ega. Jahon bozorida ancha yillik o'zini o'rniga ega bo'lganligi uchun ham O'zbekistonga ham bu brend kirib kelgandan keyin o'zimizni opa-singillarimizga super natija qilishiga ishonib, kuch bilan mana shu brendni olib kirganmiz. Mabodo shu $180,000 shartnoma bajarilmasa nima bo'ladi? Qoidalarga ko'ra, agar shartnoma shartlari buziladigan bo'lsa, belgilangan muddat davomida tovarlarni ololmay qoladigan bo'lsak, brendni haqqi bor bizdan boshqa dilerga tovarni berishga. Shuning uchun jon-jahdimiz bilan harakat qilib, bir-biridan ajoyib Ronisning mahsulotlarini taqdim qilib, zo'r natijalarga sizlar bilan birga erishamiz degan umiddaman.